أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشرط السادس النية. Altıncı şart niyettir deyildi. Yani namazniki sırtıdaki altıncı şart namaz okuyduğu adamın nispeten onu namaz okuştan boru katlı kımız bulmaydığı şartlarınki yani altıncısı niyet kılış. Yani niyet kılış deyen gep o adam kılmakçı olan işini üzü konuğu küçürdü o deyen gep. Konuğa yani nemige yani inga yani fikirge müştak hiyalıga küçürdü degenin boludu gepçi boludu. Aslında niyet kılışniki üze her bir ibadetniki meni kandak buluşkan yani makbul mu makbul emas mı diye dini taraftan bu şu ibadete katağı elinandı diğerlerinin üstüde niyet pek muhim İslam dinimizde. Şu an namazımı bir hareket bir kılık olan diken şu kılıktan mene resmi ibadetke ayrılış için o okuyduğun adam, o namaz o kılıklı kılgan adam cezmen niyet kılması çok olmaydı. Bu niyet kılmayı tutup bir adam şıkpan acı günü kırp bir adam niyet mında kısa o nime örpad namaz demeyimiz. Şu an o yıllık tertip bilen konu köçürüp Allah Teala farz kıptırmışında bunda olan iken muşu namaz demen şu farzını üstünlük boğan farzi ada kılmayan dep konuğu köçürüş gerek. Konuğu mudak köçürüp çok kılış çok gerek. Hem de bununki üzerine ben ağzı demdo dememdo. Hem de bununki üzerine ve Peygamber sallallahu yedistirde ayak ağzı desin gep yok. Ağzı diyen desin gep yok. Lekin niyet dep var. Niyet dep buluşu Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki innemel a'mal bin niyet ve onu oşuğan bir kançı nimeler var, yedistir var. Şunu da Allah Teala'nınki ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisine lehu'd-din. Men aşağıda muhlisin lehu'd-din diyen yani din ibadetin üzerine o adam niyetide halis kılış kılındı buyuruldu değil. Bunda o iken bu niyetninki üzerindeki Allah için kılgan bir kişi olan iken halis konu küçürüp bunu çok değiş gerek. İnik ben perz namaz okudum. Ee, ya zakat vermek oldum. Ya kumaydı roza ya hecni tuttum ya cihat kıldım. Diğer de müştak inik nasıl buluş gerek. Eğer o adamniki enik nasıl bulmagan bolsa, o adamniki zahiri tarafta mı zahir dünyada kargan bolgan iken o makbul bolsun mu? Lekin o adamniki Allah'niki dergahida yani o dünya o düzenim kılmaydı o ne? Makbul çok kılmaydı. Şu an Peygamber aleyhissalatü vesselam medisida yani kıyametin üzerinde Allah Teala yani şu kıyamet boğa vaktinde üç xil adamni keltirdi. Birisi alim, en birisi mücahid, en birisi bay. Endi bu adamın üzerine mi? Alim şu mümin, Müslüman. Mücahitmiş o, baymış o. Bunda var ki bu adam üzerine kılga iş kavun. Alim hakka müştak öğütüp, tebliğ kılıp, kitap yazıp müştak kılıdı. Hem de mücahit şu Allah Teala'nın ki kelimesini adi kılmen de bütün hayatını bunu takdim kılıdı. Hem de pul var adamın üzerine Allah pul olan diken bu puldaki bu iş böyle itibardan Allah Teala'nın mulki bu adamga amanet şekilde bergendikin bunu kartta o adamınki geldiğine yani Allah perska bir ibadet var. Onu ne kılış gerek? Onu şu bir iş gerek konuda hem de şu mümin boğandı bir şu işte kıldıgan gibi. Hem de kandaki bu adamınki neydi resmi Allah halis için bombayın. O bayınınki ya ki alim ya ki mücahitninki üzerinki niyeti Allah için buyurup da dep koldu kılmagan bolsa men bu ayetdeki umum mezmunu asasen Allah nemi deydi onu sen maştak ilim verdim sana maştak pul mal verdim sana maştak cihat kılalaygan imkan ve şarait ve maştak ders verdim sen nemi için bunu nemi kıldın degan nemi deydi o adam voy men seni rızalık için kılgan mantığım deydi to'g'ri sen onu için kıp oldun dünyada men için emas hak men olim desin deb men mujohid desin deb men boy desin deb obro' inovatga hurmatga erishman deb buni çok qilgan bu niyetin asasen dünya deb bo'ldi o madem çok olim kina madem çok bek boy kina men mademni o'zi rasmiy mujohid kina bu deydigan deb bo'ldi sen niyeting shu uni yetishib olding yetib olding hozir endi seni kirdigan yer do'zax degan meşhur şehir bir nima var. Elçi var. Onu başka yani cık bu doğruluk
nimalar var? Peygamber sallallahu rivayet var. Onun için şunday bir ibadetin resmi bu dünya ve o dünyada makbul buluş için cezmen bu adamın üzeri dini ibadet meselesi olan olsa cezmen Allah için halis. Onu hiç kandak şirnime abru, inavet yoki hürmet deydigan yoki bunu qilsam o adam bana hürmet nima bana pul berdi o. Ya maaşımı östürüp berdi ya iş kaldı deb mandaq qilgan bo'lsa, o'chan o'zida bu nima bo'ladi u xolis bo'lmay, o'chan aralashtirgan bo'ladi. Alloh taolo nimani qabul qiladi? Tayyib. Har qanday narsa pokizini tayyib qabul qildiki, innalloh tayyibun la yaqbul illa tayyiban. İlahi yasalu kelimut tayyib. Mana mushu degan mushu payg'ambar sallallohu yedisi va Alloh taoloning so'ziga asosan jazman qilmoqchi bo'lgan harakat, ya'ni ibodat ko'nglingizda rasmiy Alloh uchun bo'lsa maqbul emas. Maqbul emas. Ama dünyada hazır dediğimizde maqbul. Vay adamlar deydi, tügedi. Ama ahirette bu zahir emelin üzü Allah'ın kılmaydı, karmaydı. İnna Allah la yanzuru ila suvarikum velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah sizinki zahir taşkırı şeklini karmaydı. O şekilde madem sakalını ubdan kıyıptı, uzun çapan kıyıptı, oy maşallah, cep kilişki adamken. Koysa kajında dikildap mescid gidip bardı, vay ma ayal xelinin üzü. Meni hicap yepti, hicap kılınıptı, anda oğan diken, men uşun karta ubdan mu'min buktu dep, onun cezavarı men mukab demeydi. Nimi karaydı bu cihette? Nimi için bu adam şu işini kıldı, olanınki niyeti karaydı. Ve kılan emelge, emelin yüzü. Şu emelin yüzünü, men berketken ölçem boyunca kıldı mı, kılmadı mı? Men hem halis kıldım dep, o dep koyup, o ölçemden olsa en makbul emez. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de tilke hududullah ve men yeta'ada hududullah fakat zaleme nefse. Men Allah Teala bu ayetin başında müştak ehkamı bayan kandıyken bu Allah Teala mene bendilerindeki kırışı için belirtilgen muayyen ölçemden ibaret olan ibadetlerdir. Diyenin bu ayet var. Bunda olan için kıla emrinin üzeri niyetin halis oluşu bilen bilinen İslam dinimiz erkeğen ölçem var. Onu Allah Teala işte ölçem dedi. Ölçem degandeki bu ölçem kandak yani şekil. Onunki üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzüm sözü ve kılığı arkalık bunu çok beklet verdi. Meni müştak kılınlar, namaz müştak, şurasız müştak okunan, cihat müştak kılınlar, hep meni kılıp verdi. Bu emelin üzü Muhammed aleyhisselam etkileyen sünnetken, İslam dinine uygun mu, uygun emas mı? Hem onu kılmay, ben Allah için halis koydum, ben yaxşı dep koyup. Onunki kılan emelinin üzü, Muhammed aleyhissalatu vesselam'nınki bu kösetken sünnetken makbul olmasa, Allah bunu kılmaydı, onu kabul kılmaydı. Onunki emelinin makbul buluş için, niyet qandaq sağlam bo'lgan bo'lsa, xolis bo'lgan bo'lsa, bu qilgan amalning o'zimi jazman sunnatga uyg'un bo'lishi kerak. Bo'lmasa nima emas, u maqbul emas. Uning uchun biz hozir o'qiyotgan Muhammad al-Kashqari degan odamniki mana kitobini o'qiyapmiz. Munyatul musalli. Namoz o'qimoqchi bo'lgan odamning orzusida nima? Kitob. Degan nima u? Meni kitob bu. Bunda olanki bu adam kitapnınki beşinden neç kata değildi. Namazın özü perz olgandikin cazmen namaz okuştum burun bir qancha kıldıgan nimeler var, şartlar var. Hem perz ahkamlar var ve adab ahlak var. Mene bu dersteki aldıda bu adamın özü namaz okuşunki aldıda qılmış bolmaydigan bir min şartlarniki üstü toxtup 5 tane şartını çok tügetti. Hadirimde nime keldi o? 6 şart keldi ki yani bir adam namaz okumakçı olsa cazmen niyet kılması çok olmaydı. Ben niyet kılıp adıma namazını Allah için denilse uçağımızda bu şart. Makbul buluştuğun şart niyet olması çok olmaydı. Anda vaktiken bunu da kandak ibadetlerde kandak namazı şart dese. Eğer niyet demdi hemmesi enik demdi o, falan demdi o, pokunu demdi o, bunun kandak sımında olurdu. İbadet merkul olan diken namaz o'qigan odam agar nafl namoz o'qigan bo'lsa, ya'ni farz namozdan boshqa bir namoz o'qigan bo'lsa, u odamning o'zi boshqa bir amal qilgan bo'lsa, shu odamga mutlaq namozniki niyati deb qischup bo'ladi. Men nima o'qiyman? Ha, nafl namoz o'qiyman. Bo'ldi.
Ya tahajjud, voy kechida o'qib o'qigan namozim, e, nima qildim, niyat qildim, o'tarman deb, ikki rakat nimani nafl namozni tuzahli bo'ladi. Ucha og'zimiz deb kelsa. Endi og'zi deyishning o'zi aviyat degan gapning o'zida asl niyat qilish kerak. Ammo buning o'zi payg'ambar hadisida yo'q. Lekin shundoq bo'lsa keyingi ulamolarimiz insonlarning avishta qolgandan keyin qalbining ichidagi narsa og'zi deyishning o'zi ahsan. Bu obdan. Deydi bo'lmasa demak o'qitlar ko'ngilni ko'chirib o'qiyversanmi bo'laverdi. Bu talash tortish qiladigan bir nima emas u, masala shu emas. Endi bu odamning o'zi shundoq nima qilibdi, nafl namozni o'qibdi. O'qigan vaqt o'zida mutlaq namozni o'qiyman deb niyat qilsak nima u durust. Chunki nimishqa nafl namozniki o'ziniki tur ichiq. Ya'ni tur ichiqda masalan tahajjud deymiz, chashvoq namoz deymiz, kechada o'qilgan namoz deymiz, saloti tasbih deymiz, saloti tarovih deymiz, u deymiz, bu deymiz. Shu vaqt o'zida endi ko'nglimizni ko'chirib namoz o'qidim desak, nechog'imizda endi qilgan amallarimiz yuzasidan tavg'oniki u maqbul. Uni nima u? Maqbul. Uni alohida ishni alloh demasam bo'ldi. Lekin tarovih namozi kelgan vaqt o'zida ba'zi ilgari o'tgan olimlarimiz o'zi bu masalaning o'zida mundoq dedi. Jazman en sahih gapning o'zi jazman bu tarovihdan keyin o'zi durust bo'lmaydi. Tarovih namoz o'qigan odamning o'zi mutlaq men namoz o'qiyman deb Allohu akbar deb qilsa, bu nima durustchi emas. Deb keyingi davrdagi ba'zi olimlarning o'zi, ya'ni burungi salaf zamonning o'z zamonida o'tgan ash olimlarning ba'zi mustaqil debdi. Shuni derkemde ba'zi keyin o'tgan olimlarimiz shuna debdiki, jazman tarovih namoz sunnatniki nimani, shu farziki sunnatlari bu mutlaq niyat bilan nima bo'ladi u hosilchi bo'ladi deb mundoqcha debdi. Lekin asah gap deydi ma'lum Muhammad al-Qashqari degan u bizning Uyg'urning ishi chiqqan endi tarjih olimning qatorida ekan. Tarjih. Tarjih degan gap ya'ni mazhab olimlarining o'zi shu mazhabning ichidagi olimlarniki martabi bir-birisiga qilmaydigan gap, o'xshamaydigan gap. Mana buni necha qatim deyildi, ammo yani gapni deyishing shu. Mazhab olimlariniki ichidagi mazhabniki asos ilgisi bo'lgan 5 yo'g'a odam bor, bu mujtahid. Bu kim? İmam Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Hasan, onun da başka İmam Züfer, İmam Hasan ibn Ziyad deganlar mustaq nimalar var? Muhammed Şeybani deganlar. Bu adamların özü qolganlar şagird olsun İmam Azamning bu mazhab imamlarınınki 5'i deb qaraydi. 5'i deb qaragandaki bu mazhab imamlardan andikin olimlarning o'zi va kishilarning o'zi bir qancha adam bo'lgandan u so'rgan masalalar bor. Natija şunu kalsarsan, ma'lum madaqlı değil, ben sorsam madaqlı degendi ki, bunu aldaki ki ölümalı bunu yüzür. Mesela İmam Muhammed Şeybani divatka Adem şundaq şu yazgan. Ve onu da başka alimlerimiz onun için yazgan. Yazgan diken hem de bu kaysına emel kılmayız diye vaxtımızda bunu tercih alim deydi. Yani siz mani kandet, siz mani çok upkanırsak, uptan dep, mani şunun kulağına gel, bunu upta bullukka onu deydiğen gep, tercih kılgan gep. Bunu ne deyimiz onu? Tercih alimleri deyimiz. Yine birisi anladıyken o bir alimniki türünün özü nime tahric alimleri. Tahric degan gap qarata yuqori tahric chiqadi degan gap. Ya'ni yuqorqi olimlarning o'zi, mazhab imomlari, peshvosining o'zi, sohiblari degan bo'lsa bir uninki gapiga asosan unida bir voqea yuz bergan bo'lsa, uniga bir tepilmagan bo'lsa, shuniki gaplariniki o'zini asos qilib, shuni gapga asos qilib, uni shohlatib anadi ekan. Man mintaq bo'ldi ekan deb, u masalaga mustaqil qilgan odamlar javob beradigan shu odamlar. Masalan, usul fiqh olimlari va fiqhshunos nimalar olimlar. Uningdek kelib qolgan nima umumiy olim. Masalan, bizda Uyg'ur millati boshqa millatlarga arozi yozib qolgan kitobni tarjima qilib qola olsak, uni qilib bo'lmiz, tushuntirib mustaqil. Bu mustaqil nima olim? Onu da kelib qolsa nima umum xalq. Unda olarkan bizdeki Muhammed el-Qashqari degan odamimizni tarjih ulamolarimizni qatorida deb qiladi. Lekin bu cho'ng bir unvon hamda o'zi mayada debdiki, sah gap degan gap nima gaplarni, gapma to'g'ri, lekin eng yaxshisi ma'lum deb tarjih qildi. Bu odam deydi, bu nafl namozniki niyati bo'lib tarovihniki mutlaq niyat bilan bo'lmaydi, tarovih namozniki o'qiyotgan ekan, bu durust bo'lmaydi. Deb shunday.
Lekin ehtiyot tarovih namozda u yerda tarovih namozi o'qiyman deb nima qilish kerak? Uni niyat shu qilish kerak. Yoki vaqtdagi bir sunnat o'lgan bo'lsa, yo peshinning yoki namoz shamning yoki bomdod sunnat o'lgan bo'lsa, u chog'ning o'zida qanday qilish kerak? Peshinning sunnati. Masalan, namoz shamning sunnati. Yo bo'lmaydi xubdan yo bomdodning sunnati deb niyat deyish kerak. Yoki bo'lmaydi qiyomul layl. Yoki bo'lmaydi kechada o'qigan namozim bo'lgan, kecha o'qilgan narsa nima o namoz ismi? Tahajjud. Tahajjud namozi o'qidim deb ko'ngilni ko'chirish kerak. Lekin uni boshqa mesela salat tasbih, uni boshqa salat duha deydigan mashta nimalar bor? Mana har xil zaif sunnatlardan o'chiqgan sunnat. Mana uni boshqa salat istixora deymiz. Bu sahih. Bir mushtoq kelgan vaqtida u odamni o'zi mushtaqchi mutlaq demana faloni istixora namozini o'qidim deb qo'ysa-chu bo'ldi deydi. Endi sunnat kelgan vaqtida endi naqd degan am bo'lsin sunnat ish kirsimi? Lekin sunnat qolgan nafl namozi bir qadar yuqori. Unda vaqtki yuqori bo'lgan sunnat namoz kelgan vaqti bu odam sunnatning o'zini qilgan niyat qilgan. Men peshinning sunnati yoki sunnat namozi o'qidim deb ko'ngli ko'chirib qo'ysa, meni bu deydi. Va agar bu odam o'zi vitr namozi o'zida yoki juma namozida yo ikki bayramniki namozi o'zida bu odam mana nima qiladi o? Mana u niyat shundoq vitrda juma yo qilsa, niyat qildi vitr namozini, juma namozini, bayram namozini deb ochiq oshkora banu demizchi bo'lmaydi. Mutlaq namozni o'qidim yoki mutlaq namozni o'qidim deb undaq qilsa, yo yo sunnat deb mesela vojibku bu namozdan hamisi. Bu joyda bundaq qilishcha bo'lmaydi. Ayrim deganimiz nima yaxshi deydi. Endi jinoz namozi degan bir namoz bor. Bir odam o'lib ketgan bo'lsa, uningki namozini qilamiz, jinoz namozi deydi. Jinoz namozining o'zida bu odam namoz o'qigan vaqtida namozni Alloh uchun, duoni mayyit uchun qildi deb niyat qilish kerak. Nima yad kerak? Mana Allah rizaligi uchun namoz o'qidim. Mayyit uchun nimaga? Men mayyit uchun, savobi mayyit uchun. Hozir iqtido qildim imomga. Allohu akbar deydi, o mazmunni tushuntirdi. Mushtaqcha qilish kerak deydi. Endi yuqoridagi niyatning o'zi bunda. Endi bu yerda farz namoz, neki jamoat va yakiygan o'qiydigan farz namozi bor. U qanday bo'ldi desa, men yakiygani yolg'iz u farz o'qigan odam o'zi, u odamning o'zi mutlaq nima u farzning dedi kifo qilmaydi. Ben peshinni o'qidim. Yani yakaq nima? Farz namoz o'qidim, dishni kifo qilmaydi. Endi madamiki u odam peshin yoki asr demasa, u chog'ni yolg'iz o'qigan vaqtida asr namozini yoki peshin namozini demasa, u chog'ni bu durustchi bo'lmaydi. Ne bo'lmaydi, durust bo'lmaydi. Ama cemaat bilan bo'lganda imom ixtiqoniki imomning nimasi emas, ixtiqonlik ergashdim degan gap. İmamniki qandaq bo'lgan bo'lsa, u namozni o'zi men shundoq qilgan bo'ldi. U odam imom olim bo'lgandan keyin uni qildi, niyat qildi. Unda bo'lgandan keyin uni cho'kka qilmishim bo'ldi deydi. O'zi yolg'iz qilmoqda cho'q qilish kerak. Agar u odam shu yolg'iz odamning o'zi shu vaqtniki o'zida mutlaq farzniki bir vaqtni uchun niyat qildi. Ne qildi? Peshin farzi misol. Falan farz yaptı. Lekin u odam uni tayin qilmabdi. Ya peshinga asr demak kerak. Farzni nim qildi? O'qidi debdi, o'chamizda bu nima bo'ladi? O kifoyachi bo'ladi. Chunki nima chiqqan? Chunki har namozniki vaqtiniki o'zi, mana oldingi darsimizda yutildi. Shu vaqtning o'zi shu namozniki muayyan vaqti. Bu odam ko'ngli ko'chib Alloh tayin qilmasmi? Alloh taolo shu vaqtning o'zida shu qaysi namozni o'qib olib vaqt bo'lgan. Vaqt bo'lgandan keyin bu e'tibordan agar u odamning o'zi ashta tayin qilmasmi, falon demasmi? Tayin qilmay farzni o'qidim deb qilsa, u chog'da nima bu? Niyat. Bu odamni ashta o'qib ketib qanday bo'lgan gap. Ammo shundoq og'zimizda peshinga asli tillar yaxshi. Lekin jumid undoq emas. Jum'ning o'zida mutlaq farzni o'qidim desa tursolmaydi. Chunki jum'iy namozning o'zi peshin shu vaqtning o'zidagi peshin namozniki o'rinli farz bo'lgan nima namoz. Undan keyin u odam shu kun o'zida men juma kunidagi juma farzining o'zini men o'qidim. Men hozir o'qiyman deb niyat qilish kerak. Endi
Bu evde niyet kılacağımızda peşinniki yoki asrniki farz o'qiyman deb yoki juman o'qiyman deb, lekin o'qigan vaqtida ancha rakat, mancha rakat deb rakatniki sonini o'chog'imizda niyat qilish shart emas. Mesela bomdod 2 rakat farzini, asrning 4 rakat, namozshomning 3 rakat deydigan rakatniki soni demismi uchun bo'ladi. Chunki nima? Chunki har vaqt o'qigan namozniki qancha rakatga ekanligini o'zini Muhammad alayhissalatu vassalam o'zining so'zi va orqali bo'lganini tayin qilib bo'lgan. Tayin qilib bo'lgandan keyin peshinning farzi deb aytganga 4 rakat degan gap bo'ladi. Ota-oyat tushunsa. Mana asrning cho'si 4 rakat degan bo'ladi. Namoz shamning shu 3 rakat tayin qilib bo'lgan gap uni muayyan har rakatning sonini tayin qilmasam uchun bo'ladi deydi. Endi bir odam bunday qildi. Bir odam farz namozni, bir farzni va nafl namoz biroqda nima qildi, niyat qildi. O'shamizda qanday qildi bu odam? Masalan, peshi vaqtida yo asr vaqtida ham farzni, ham nimani, naflni o'qiyman deb ko'ngil ko'chirgan ekan. Unda o'g'ankin namozniki maqbul bo'lish uchun niyat shart. Unda o'g'ankin bu niyatni kimga hisoblaymiz? Qaysi namoz bor? Farzgimi yoki nimami, nafligimi? Ya ishkilisi mi desa, o chansı ishkilisi bo'lmaydi. Chunki niyat degan biri. Unda o'g'aniki bunida ikki namozning eng kuchli namoz nima? Farz. Farz o'g'aniki bu e'tibor bilan unda niyat qilib qolgan bo'lsa, o odamning o'zi nima bo'ladi u chog'da farzi bo'lgan niyat bo'lgan bo'ladi. Ha, nafs uchun bo'lmaydi. Deydi endi. Endi İmam Muhammed undoq emas, deb mustahnim qildi ekan, uni cho'q qaraydi ekan. O durus emas deydi ekan. Ishkinaga qandoq bizi netga bir bo'ladi, ishkisi qandoq bo'ladi, farzgimi durus emas, deb unda qaraydi ekan. Endi bir odam bir farz namozning o'zini boshlabdi. Boshlagandan keyin andi gumon qildi, jazman bu odam men nima qildim, men nafs o'qidim deb bu odam nafs o'qib ketibdi. Shundan shu naflniki niyatga asosan nafl shu namoz o'qib ketdi. Hatto bu odam tugatibdi. U chog'da bu namozning o'zi qaysiga e'tibor qilinadi? Farzgimi, sunnatgimi, nafligimi desa, bu odamning bu o'qigan namozning o'zi maktub farz bo'lgan namozchi bo'ladi deydi. Bu nima? Keyingi u odamniki boshda uni niyat qilib qo'yganiki farzga, u odamniki keyin qilgan nimaniki niyating o'zi lag'v, bekov deydi. Chunki kuchlik degan ojiz. Va bir odam takbir etibdi, holatiga o'qiydigan bu odam nafl namozni. Nafl namozni o'qimaydi, niyat qilib turib bu odam shundoq Allohu akbar debdi. Onidiki bu odam uni deb bo'lgandan keyin men farzni niyat qilgan holatda bu odam men Allohu akbar debdi. Keyin bunday ish bo'lmaydi degan bo'lmaydi. Bu fikr degan men islom dinimizning o'zida butun insonlarning shu ibodat masala bo'lgan ushaq qonuniki hammani uchun o'jur ya'ni tarbiya qonuni deymiz. Hammani shu vaqt o'zida deb bo'lgan. Shu bir ashta bo'lib qolsa degan gap. Endi bir odam niyat nafl namozni o'qiyman deb niyat qilib boshlab takbir etgan. Uni degan unda farzni o'qiyman deb niyat cho'kibdi. Qan bo'lsa o'chanda bu odam yana farzni boshlagan bo'ladi. Naflni cho'q emas deydi. Yani hozirgimizda nima ishqon? Chunki farz degan kuchliq. Uni qatag'animiz, uni gapi gap. Dunyodagi hozirdagi. Kimni kuchi yomon bo'lsa, quroli, kimniki texnologiya qo'shib gap bo'ladi. Va agar o'qigan bo'lsa u odam peshida bir rakatni o'qibdi. Andan keyin u odamning o'zi men asrni yatqolatda u asr namozini boshlabdi. Ya tatavvuni boshlabdi. Bir rakat o'qib qo'yib, asr kirib ketgan o'sha deb darhol nimani boshlab ketibdi odam asr namozni. Yo qilmaydi, voy farzni niyat qilmadi, voy sunnat o'qita yo naflni deb o'sha niyat qilgan bo'lsa, nima qiladi u odamning o'zi bir tahrib bilan Allohu akbar degan gaplar taqibdi. U chog'da bu odamniki peshin namozniki o'ziniki buzib ketdi, peshin emas. Chunki nima qilgan? O peshinni niyat qilib turib bu odamning o'zi bir rakat o'qib bo'ldi. O'qib opirib buni to'xtatib o'chat
Peshin niyat qildim degan gap, 4 rakatning hammasini o'qishni qildim degan gap. Uni tugatmay, apirib birini o'qib, uni 3 rakatga qolgandan keyin namoz buzilib ketdi, boshqa o'qish kerak deydi. Va durust bo'ladi bu odamniki qolgan takbir o'qigan namozida bu nima o? U durust deydi. O qat'iy masalan tatavvu. Masalan, nafl namoz. Nafl namoz o'qiyman deb Allohu akbar deydi. Yani bu da iş. Bulan da hadiramda bizim aldığımız da okupanmagan namazlar persi okatı mesela. Tek eşip kalsı tek persi sünnet pas onu okuyuz. Onu mu aldığımda okup şakardap çıkıp mescid otururuz bir yer bir yer. O devredeki adamların şundak nimit olan, şundak abid, zahid, açtan nimitli adamlar. O da açtakça okuydan onda da olmaydı. Vakti bolğan bir iş. Şimdi bir adam şuna hoşlaş, bir perz namazı üzerinde başlap gitti de. Bir perz namazı üzerinde başlap. Onda dekin, naflini o'qishda, naflini o'qiyman deb u odam takbir qilganida takbir etib ketdi. Endi odam farz o'qiyman deb boshlab keldi Allohu akbar. Ondan keyin nafl o'qiyman deb boshlab Allohu akbar dedi. Yoki u odamning o'zi yolg'iz namoz o'qiydi ekan. Yolg'iz namoz o'qiydi ekan, ondan keyin imomga iqtido qilman deb niyat qilib o'sha takbir etibdi. O'zi ayrim o'qiydi ekan, uni ko'ra hozir namoz qilib imom iqtido qiladi deb olib imomga buni mushtarak qilgan bo'lsa, u odamniki bu o'qigan namozi nima qarta takbir etib mushtaq boshlagan bo'lsa, shu namoz bo'ladi. Chunki takbiri tahrima har namozning nimasi o? Farzi, rukni. Endi bir odam peshinni bir rakatni o'qitdi-da. Ondan keyin u odam niyat qilibdiki, peshinni nima qilibdi? Niyat qilibdi endi. Peshinni o'qitgan. O'qigandan keyin, ondan keyin unidiki yine qaytib peshinni o'qiyman deb o'tirib, yine başka peshinni o'tib takbir etib, u odam shunday niyat qilibdi. Kan bo'lsa, u odamniki shu peshin bo'laveradi. Bu da ish bo'lmaydi degan olmaydi. Va u odamning namozi bo'ladi, durustchi bo'ladi. Shu odamniki shu o'qigan rakat bilan andaki bir rakat peshinni o'qidi deb hisoblanadi deydi. Endi ashta o'qigandiki bu odam qo'pib andan keyin, "Voy men peshinni o'qiyman deb meni o'qib, andan keyin men peshinni o'qimay deb qayta takbir o'qidim, anda tushib qoldi bu deb o'tirib, hatto bu odam buningdagi 4 rakatni o'qibdi. Shuni jazmanki, gumon qilibdiki, jazman birinchi rakatning o'zi nima qilib buzilib ketdi. Endi mana yotgan bu buzilib ketdi deb qolgan bo'lsa, u odam 4-chi rakatning 5ida mana u odam o'tirmagan bo'lsa, u chog'da bu odamniki namozi nima qildi? Buzildi. Endi 4-chi rakatniki namozniki 5ida o'tirish. Ya'ni 4 rakat vaqtida oxirgi qoida axir nima? Farz. Farz endi. Shu vaqt o'zida 4-chi o'g'an shu nima qildi? Yoki bir rakat o'qibdi, bir rakat o'qigandan 3 rakat o'qib, ondan keyin hammalab tugitman deb, ondan keyin yin bo'lmagan shu deb, apri bir rakat o'qib degan gap. U chog'da qoida oxirining o'zida o'tirishning o'zi attahiyat o'qigan miqdor o'zi nima to farzi. Farzi keltirgandan keyin u chog' nima u? Turo, nima? U nima o? Hamda keltirgan bo'lsa bo'ldi, agar uni o'ltirmaydan 4 yana ushib qoldi mana birini hisoblamay. 4 o'qib ketmadi. Birinchi rakat o'qib, 3-chi rakat o'qib o'ltirdi. O'ltirmay hamda boshqa hisoblasak, u odam qolib ketgandan keyin o'sha qoida oxir o'ltirmagan bo'ladi. Bu qoida o'ltirishning oxiri o'ltirish nimasi u farzi. Uning uchun namoz buzilib ketadi. U odam bu namoz boshqadan nima qilish kerak? O'qish kerak deydi. Endi bir odam ikki farz namozni o'zi bir xil niyat qilibdi. Endi Başta bo'landa bu bir ehtimol bo'lishi mumkin. Endi bu chog'da u odamning o'zi ikki namozni o'zi bir xil qilib peshin asrini niyat qildim deb o'qib ketdi. O'qib ketgandan keyin o'cha bu namoz qanday bo'ladi desa, men bu namoz o'zi shu odam shu namozni vaqtida qaysi namozning vaqti kirgan bo'lsa, shu o'qigan bo'lsa, shu vaqtning namozi bo'ladi. Mesela peshinda peshinni asrini o'qidim deb qilgan bo'lsa, u odamniki vaqtning o'zi nima? Peshin vaqti. Peshin vaqti olganda bu namoz peshin bo'ladi. Ammo asrni uchun asr bo'ladi, boshqa o'qish kerak. Endi u odam qo'pib peshin bilan asrni deb asr vaqtida ishlagan bo'lsa, u chog'da nima bo'ladi ana?
Ha o'qigan namozning o'zi asrda bu peshinchi bo'lmaydi, lag'v bo'ladi, o'sha bo'lmaydi. Deydi. Va agar bu odamning o'zi men ikki qazo bo'lib ketgan namoz nima qilibdi, niyat qilibdi. Masalan, ikki vaqt namoz qazo bo'lib ketgan, voy peshin bilan asrni, yo namozshan bilan xutbani ikkisini niyat qilib, biroq o'qita niyatim bir bo'lsin degan bo'lsa, u chog'da bu odamniki namozi ninki niyati avvalda o'qigan namozni niyati bo'ldi. Ya'ni avval kuni niyati bo'ldi, ikkisi bo'lmaydi. Uni qayta nima qilish kerak? Niyat yo'q qilish kerak deydi. Endi bir odam shu vaqt o'zida qazo bo'lib ketgan namozni niyat qilibdi. Ham farzni niyat qilibdi. Masalan, peshin bo'lib ketdi-da, peshin vaqt o'zida tuniga peshin o'qiyolmabdi ekan. Ham shu peshinni yana ma'azin nimani vaqt o'qigan peshin niyat qildim buni deb niyat qilgan bo'lsa, u chog'imizda bu vaqtiy namoz. Buni niyat qilgan bo'lsa, bir qilgan bo'lsa, bundaq odamniki niyati nimaga hisoblanadi? Shu qazosi bo'lib ketgan, qazosi qildigan osh namozniki niyati bo'ldi. Ne bu? Niyat bo'ldi. Nimishqa? Chunki bizniki Hanifiy mazhabda mana namozni tartib bilan o'qish nima o? Har namozni o'z vaqtiniki o'zi tartib bilan o'qish nima farz. Shuni qatorda namoz qazo bo'lib ketgan bo'lsa, shu qazo qilgan namozning o'zi qancha ekan? 5 vaqt ekan. 5 vaqtning 5 vaqt ekan. 5 vaqt bo'lsa, bamdod, pishin, asr, masalan, namozshan, xutdan qazo bo'lib ketgan bo'lsa, bu odamniki gardiniga baş tertip bilan tez qazosi qilish vojib. Uçad pishin nima xutdan qazosi qilib, unidagi pishinni uniki bilan aralashtirib, yo 5ni boshlab qilsa bu namoz maqbul emas. Chunki qazo bo'lib ketgan namozni tartib bilan qilish farz bo'ldi. Qachoniki bu namozning o'zi 5 rakatdan 5 vaqtni o'tib 6-8 yoki 6 nima 6 vaqt yoki yiqib ketgan bo'lsa, u chog'da tartib vojib bo'lmaydi. U chog'da ko'nglingiz pishini o'qimsiz yoki asrnimi yoki bamdatnimi u chog' bo'laveradi, ko'nglingiz tortishni ado qilsiz. Endi buniki qazo bo'lib ketgan namoz uchun bo'ldi, chunki o odamniki o vaqtning o'zi pishiniki nima asr deydi, yo pishining desak, u chog'da vaqt keldi. Kel bo'lgandan keyin o odamga nisbatan qazo namozini tunigun o'tgandan keyin uni o'qib bo'lib, ondan keyin vaqti namozini o'qish bu farz. Nima u farz? Shuning uchun bu nimaga hisoblaymiz uni? Shu qazo bo'lib ketgan namozni ishlatamiz. Lekin shuki bo'lgan bu namoz o'qish shu vaqti namozniki oxirgi vaqt bo'lgan. Masalan, qazo bo'lib ketgan namozning o'zini o'qib, undan keyin vaqt namozi vaqti bo'lgan, shu vaqt namozni o'qimaysak, vaqt ketib qoldi ekan. Chiqib qolsa, o'chanda darhol u namoz nimaga hisob bo'ladi ekan? Shu vaqtning namoziga hisob bo'ladi. Undaki niyat qilgan namozning o'zi undaki o'qib oladi. Endi ولا يحتاج الإمام إلى نية الإمامة إلا في حق النساء. Endi deydi mi yerde? İmam bolumen deydiğine ihtiyaç yok. Endi ne der? İmam endi cemaat kendi ya o adam aldı da. Aldı da oğandaki apır imam bu adam. Ben bu şu adamın yüzüge ben imam bulduğum tek bu niyet kılışın haceti yok. Çünkü şurada cemaat okudu diyen ki neyim diyen ki birisi imam buldu, kağını cemaat erişirdi diyen ki. Onu anlamak için bir namaz diyen ki buldu. Lekin niyat ayallahın hakkında onda olmaydı. Ayallahın hakkında cezmen o iman, ben ayallahımı ben imam bolu ben de niyat çok kılış gerek. Anladıkken o ayallahın üzeri, anladıkken şu imamga iktida namaz okuyan olsa, o ayallahın namaz için namaz çok boludu. Bunun için bir ayallahın üzeri mesela bir mescitte kiripti. Mesela kirge vakti yoki haremdeki bir yanın üzerinde. Bir yerde okuyatipti. O imam o ayallahın kirip namaz okumaydı ekan. Okumagan ekan. Şoňa undaq ayalnyň namyzyny hem bolamdy, bolmandy. Yani bu gep banykega bolmaýdy. Çünki adam niyat kıldy, kymyzdan okup bolgan soraş gerek. Eger o adam kopup ben ayalnyny maň ihta kılsyn, dep ihta kıl dep niyat kılmagyň namaz bolmaz. Çünki niyat nima o? Pers. Nima o niyat pers? Unda bolgandykken onu nim kılmaýdy, bolmaýdy diýen. Ama ihtida kılgıçy adam endi ihta kılgıçy adam imam goştakken. Ama imamnyň aksda mescitte ya başka ýerlerde
iqtido o'qigan odam o'zi u iqtido qildim degan uchun niyat qilish kerak. Qanday? Niyat qildim o'tarman deb namoz bomdoddan 2 rakat namozini hozir iqtido qildim imomga degandek mushtaqcha qilish kerak. Endi bu og'iz desak, bu yaxshi dedik, ko'nglimizni o'chab ko'chirish kerak. Kifoya qilmaydi bu iqtido qilgan odamniki o'ziga niyatniki farzi. Niyatning farzini qilmaydi, kifoya qilmaydi. Ya'ni men bomdod o'qidim, Alloh akbar deb imomga iqtido qilmadim deb o'qishni durust olmaydi. Kifoya emas. Shuningdek, tayinmi kifoya qilmaydi. Ya'ni men pishni o'qidim, yo bomdodni o'qidim deb tayin qilishning o'zi iqtido qilgan odamning u kifoya emas. Nima? Imomga iqtido qildim deb u chog'da rasmiy iqtido niyat qilish kerak. Endi shu imomga iqtido qilgan odam imomga iqtido qilishni niyat qildi. Men hozir iqtido qildim debdi. Lekin bu odam o'zi bu qaysi namozni iqtido qildi, uni demabdi, ko'nglida ko'chibdi. Men Alloh akbar deb farz iqtido qildim debdim ko'nglida. Endi niyat nima odam o'zi biladi. Endi biz ham shu bak o'qib ketgandan keyin o'qimiz avtomatikada ko'nglimiz kechib turdi, ammo o'qimayga ishim bo'ladi. Hammamiz bunday olmaydi. Tayin qilmagan bo'lsa, o'shaning o'zida bu odam o'zi nima u namozniki o'zi durustchi bo'ladi deydi. Nimishqa farz degandan chunki u farzning o'zi imom shu vaqtniki namoz o'qiydi. O'qiyotgandan keyin u demak u odamniki muayyan imom oqilimniki shuni niyat qilib bo'ldi. Unda o'lgan niyat qilmasam Allohga qachon niyat qilib qo'shilib bo'lgandan keyin uning oxiridan qo'shilib qoldim degan bo'ldi o'sha durust. Shuni o'xshash agar desa bir odam niyat qildim men shuki o'qiyman imom bilan debdi. Ben imom bilan namoz o'qishni niyat qildim debdi. Desma bu durust bo'ladi. Atoy pishini nim qildim, pishini farz niyat qildim, imom bilan o'qiyman deb yo bomdodni deb unda qilish hojat yo'q deydi. Bu agar u odamning o'zi imomniki namozini niyat qildi, lekin iqtidoni uchun niyat qilmabdi. Mushtarmish bu. Endi imomniki namozni iqtido niyat qildiki, shu imom qaysi namoz o'qamiz shuni men shu namozni iqtido qildim debdi. Yani shuni ko'chiribdi. Shu namozni o'qidim deb. Lekin u odamning o'zi imomga iqtido qildim demabdi. Chunki nima qilgan? Chunki imom bilan ma odam o'zi mustaqil odam bo'lgandan keyin ayrim mustaqil odam. U odamning o'zi imomga iqtido qilmaydi, o'qisin mayad nima durust, lekin makruh. Nima deydi makruh deydi. O o'zi mustaqil bo'lgandan keyin o'chamizni nitoni bo'lmagandan keyin uniki o imomning namoziga rasmiy chetilish uchun ma'naviy tarafdan niyatchi bilish kerak. Ondan keyin nima qiladi? Chetiladi. U odam qo'pib, imom qandoq namoz o'qisa shu namozni o'qidim deb iqtidorga gapni kuchimay o'chaqsa shu oyat tutashmagan bo'ladi. Bu namoz uchun durust emas. Nima qilgan? Mana iqtidor qilgan vaqtida niyat qilish nima shart. Nima deb imom iqtidor qildim. Çünkü yüzün üstü münperzemdi. Apırda oyunu kadar mıdak kılmaz. Ben okumış perdin üzerine imamla resmi tapşurdum. Ben ihtiyat geçtim. Deyiş çok gerek değil. Bu eğer bir adam üzerine bir imamniki namazını başlattı. Yani Allah Ekber der. Bu çağın üzerine bu adamın namazı kandak olur. İşte bu meselenin üzerine meşayih ölümanlarımız bunu ihtiyatla çıkarttı. Bəzi boludu, bəzi olmayı debdi. Lekin deyil ma'adar. Vel esah ennehu yusiyon. Lekin en yaxşı iş bunda imamdaki namazını ben açtan başlatıp kalsa hiç kadar konu küçülmeyle. Uçağınızda bu adamdaki namazını boludu uçağınızda dürüst oludu. Dürüst olmayı diyen kepçe ubdaneme. Dürüst olduğu kep en yaxşı kepmiş o. Hep bunu tercih kıldı. Hem de yeni bir adam kopup hem de manda şıptan. Eğer o adam için cümle niyat kıtken, cümle koymadan Allahu Ekber yaptı. Lekin konuda imamga iktidar kılışınki üzerine niyat kılmaktı. Uçan bazı ölmanlar durus olur. Lekin yokur durus olmaydı. Cümle olandıkin bolu yaptı. O eğer o adam için imamga iktidar kılışını niyat kıttı. Vay adı iktidar kılın imamga da. Lekin o adamın kalbine kim uyma? Bu nima qilmoqda? Ko'ng kuchmoqda. Uçan bu nima bo'ladi? O namoz turishchi bo'ladi deydi. Va agar niyat qilgan bo'lsa, men imomga iqtidor qilishni niyat qildi, lekin u odam gumon qildiki, Zayd Daxun debdi.
Şundaq namoz o'qib qolganda qarasa, u nima chiqib ketdi? Umr oxiri chiqib ketdi. U chog'da o'zi nima? Namoz o'zi nima? Odob. Ya'ni demak, imom iqtido vaqtida imomni o'zi bilish kerak ekan. Bilmisi bo'lmaydi, falon imom deb onu bilish kerak. Endi bizniki ham shu haramda u yerda haramda bu falon imom deb bilamiz. Hem cik adamın yüzü bazı şu mescin iman bilmeyimizde ihtar kılgan bir işimiz var. Hem de bunu da kandak olurkense o, ne olurken o dursun olurken. Bu mesela her bir ihtar adam imanın ismini biliş gerekirse o canlıda o kandak olurken o kimde de kalktı sonra oynama tügeyi. Hem de meğer vaktiki disi o adam ihtar kıldı ben Zeyd dağı depti ama hem de anı yukarı günah kıttı. Ben keskin kırıp ben Zeyd'in iftihar kıldım depti, lekin o adam ömrü akım çıkıp gitti. Bu çağdan dursanız. Anı da guman kıttı. Guman degen hiç kadar aciz. Hem o adam keskin kıttı. Ya bu Zeyd akım bu dese, onu deki karamsı ömrü akım çıkıp gitti. Bunu dursanız. Lekin nemi deyiş gerek iftihar kılış meselesinde en yaxşı deydi bu adam? Şu ki niyet kılay o adam. İftihar kılışını anda bilinmezlik dedi iman Allahu Ekber. İmam Allahu Ekber dep bolgandan bu adam özü niyet kılsa, bu can imam xita kılınsa aş niyetin hemmisi şu imam kilkeden ki. Nimişka? Bu adam özü namaz okuğa adam ergeson dep. Ama bu niyetin özü imam xita kılışı burun kılgan bolsa imam o imam xita kılıp başka bir namaz okup konu başka okumanız kanda onu dursa olmaydı. Şuna oşaş bu gapning özünü el muhit degan muş kitapta sahibi muhit mustaqil degan dedi. Endi bir adam imam tug'an vaqtida ixtiro qilishni niyat qilibdi. O'rtib namoz o'qimayman deb imom niyat qilibdi. Imomniki turgan joyi shundoq endi namoz o'qimayman deb niyat qilgan bo'lsa, u chog'da bu dursun. Namoz boshlab Allohu akbar deb takbir tahmid deb bo'lmasin deydi. Va agar u odam o'zi niyat qilibdi boshlashni namozni imomning namozida. Ve tekbir etti bu adam şuradaki cezme, guman şunun gumanlık cezme bu imam. Cezmem başlap gitti, nim kıtken, guman kıtken. Bu adam jirah yerde oldu da mesela mikrofon bir yer yok yani dedi. Bu adam kopup ben imam ihtar kılmayan da başlattı, lekin o adam guman ve imam Allahu Ekber dep oldu. Niyet kulak kokla, ihtar çok olgan bolsa, tabi imam ne kılmaktı o? Bunun için o adam tabi başlamaktı adam niyet kulak dep olmuş. Bu adamın nebisime namusu dursemesi. Başka okuş gerek. Anlamaz. Buzuk başka ihtakır okuş yok gerek değil. Hem de bir adam sünnet namazı okuttu. Lekin tunmaptı. Nef degen neymi, per degen neymi, bu işkiz ağrımaydı bu adam. Bu adam perde okutkan mıydı? Yani nemin okutkan mıydı mesela? Yani nef namazı okutkan mıydı? Ya perde namazı okutmaktı. Eğer Guma kısa cezben hemmesi per. Yani o kanamız hemmesi perside duruz. Bu gerçekten bölmüsün belki. Çünkü guma diyen şart diyen 100 olur değil mi? 50-50'likte. Guma diyen bir nesneki buluştaki 61% de etrafı dolu. Bunda o anken buluş terpisen tercih tapıdı. Bu canlıda bunun bulutu o duruşçu bulu değil. Bölmüsün çok duruşçu bulu değil. Şimdi bu meselenin de bunda. Bizdeki Hanefi mezhebinin üzerinde ben şu gapga asasen cezmen niyetçi şart. Mene a imamniki niyeti bilen madenin niyeti okşaş olarak. Her taraftan eğer vakti içinde bu kanun niyet küçük bulur dedi. Başka mezhebinin üzerinde niyetniki üzü şart demez. Yani bir adamın üzü mesela Şafii başkalarının mezhebinde mesela o adam başka bir namazı kaza namazı okuyan olsa başka tane yanlama şanlı. Bu adam onu ihtakıl ben neminikine üzerine o kişinin kazası kıldım dese ya ki sünnet okuyan olsa onda dürüst yapma. O yüzden ki mezhep itibariyle mukayyet okşamalı çok. Ve eğer bir adamın üzerine peşindeki vaktinki kepkarışta şak kıptı. Oy peşinin vakti var mı yok mu da 100%. Ne 50% var yok mu yüzüp kıptı. O adamdaki o adam peşinin kata defnin yat kıptı da şunda halı karsa vaktin üzerine çıkıp yetken ya saat çıkıp karsa çıkıp yetti. Ya ezin okup yetti. Uçağımızda dürüst oldu.
Nimishki dursa bu adamın şu vaktin üzerindeki peşin namaz etse, bina kıgallık cihati şunu gezmen, kazininki kıdığı, adanınki niyeti bilendir. Ne bilen doğru? Ben adak namazı kanlı yüzü, ha, kaza kılmen tep kanlıki adam niyeti, uçağda adak kılışım niyetinden bulundu. Adanınki niyeti diyen kaza niyeti bilen bulundu. Bunda onun birbirisi orducu bulundu. Bu andaki uçağın neymi o? Dur o. Mesela, bu adam yüzü, bu peşini okuyan şeydi tep okup kaldı, uçağın yüzü kaza namazı çıkıp kaldı. Vakti şirketken değil ki. O peşindeki vakti, o ne bu demde, o dep başta kısa, uçağın vakti şirketip kalgan bolsa, vakti ötkenki kazanınki namazı olu demdi. Kazanın namazı olgan diken bu duruz. Neymiş kan? Kaza namazın üzeri adam niyetinden adak saktır. Mesela ne mi depti o? Mesela peşinde kaza olup ketken. Peşinde kaza olup ketkendeki bu adam kopup ya vakti kendi iş günü ya şuradan ki ben peşinde adak kıldım dep niyet kısa oturur. Nima oturur? Şunu dep adanınki niyetini yani öz vaktinde okuyan namazın üzerine kazanınki niyetinden kısa mıdır? Mesela bir adam peşini okumak için peşini öz vaktinde okuyurken ama niyetini depti o ben peşini kazası kılma dep niyet kısa okuyma duruz deydi. Bu duruz. Bu gap ne deydi vade muhtar. En yaş gap bu şu. Dursuldu gelir. Bazı bombayı deptken bu duruz depti. Bu gap ne mi? El Muhit diyen kitabın üzerinde sahibül muhit diye adam üzerine mi kıldığı yerde müşketli şu dedi değil. O eğer o adam madahı şıptan. Eğer bir adam üzerine yatkıttı ki böyle şu küllük perzin yatkıttı. Uçağınızdan ne buldu o adam üzerine böyle o namazı durus oldu. Hem ölümer o ittifak. Ben müşkülünü perdi ada kıldığımda o adam niyet kılıp namaz çok okaması durus. O eğer çendeki o adam vaktin çıkıp gitmeye geldi. Bilmişsin mi namazın boludu uçağınızda durus çok bolu değil. Hem de bir adam okuttu pişini. O niyet kıptı ki cezben bu Seyşembe günündeki pişini depti. Şu an aşkarıptı cezben bu iş çarşamba günü perşembe nimesi iken her zikenem bu da günlük kaç gelgini adı okumadan kadınlar mesela o saat kolumuzu hem yer boğandaki palanı pukunu dep adı boğan bilen ha bunu da okumaydan ki cümle bir kanşı kumbolu da uçağın üzerinde amnişi belki depti boğandaki netice adam o cemiyetin ağırıp o bu yerde şeyden ki çok tuğulgan yeşine nerede kaçan tuğulgan okumaydı. Yeşil okumaya andaki palajlı pana vakti to'g'rilib ketganman deydigan gap anglaydigan. Endi ashida bo'lgan bo'lsa o'changizda nima qilibdi o'changizda men peshini o'qidim deb niyat qilib seshanba kuni peshini deb o'qidim deb chiqqan bo'lsa chorshanba kuni chiqib qolgan bo'lsa o'changizda qandoq bo'ladi desa mana o'changizda bu odamniki peshini qaysi kuni peshini chorshanba kuni peshini tursin. Seshanba kuni deb keldi chorshanba kuni ekan. Çarşamba günü pişirildiğimizi dursun. Galat vaqtinki tayin qilishda. Vaqtin tayin qilishda olan bu adamın galat ketganligi o adam zarar qilmaydi. Mesela bu adam çarşambaning o'zi seshanba deb qo'y seshanba qo'lamdan bo'lmaydi. Unda o'nkin bu e'tibordan o adamning seshanba kuni o'qigan shu namoz o'zi seshanba kuni o'qidim seshanbadan deb çarşamba chiqib qolgan bo'lsa o'chang ne bo'ladi? Çarşamba bo'ladi. Bu adamniki shaxsiy o'ziniki nimasi o? Unutulup qolib bilmagan o'zi ishi o. Va agar endi bir adam shuna boshlabdi. Fi salatin ma alayh. Yani bir adam başlattı bir namazın üstüne bir namaz başlattı. Ya men geldim da okuyman deb ya çarşamba ya perşembe günü gelip muşta bir namaz okuyman diyendim. Ya başta kıptı. Şunu gelme gumanı var ki bu namaz neymi? Şembe günlük namaz. Ben günüm kaldım muşta okuyan namaz. Şu gün okuyman dedim. Dep şu gün okuttu. Şu dağ karapası yaşamış gitti. Uçağında bu adamın üstüne memez namaz dursanız. Çünkü nepte. Nepe bo'lgandan u nepe qachon o'qish bo'ldi demdi. U dursunmaydi. Shunga u odam qoidadan hamda yakshanba bo'lgandan keyin yakshanba kunicha o'qish kerak. Yakshanba kunicha o'qish kerak. Yakshanba kuni o'qiyman debdi. Va agar u odam yakshanbalik men yakshanba o'qiyman deb niyat qildim, nazr qildim deydi.
Şuna aşağı başlap qaptı. Şu dağla şembelik çıkıp qalğan bolsa, uçağınızda. Bu nima? Udur o. Deyden. Şembelik çıkıp qaptı. Endi yaşşambe deb niyat qilib gumon qilib boshlabki shanba kuni chiqib ketdi. U odam yaşşambe ketdi debdi, lekin oldirab shanba chiqib qolgan bo'lsa bu deyman u durur dedim. Chunki yasham vaqti o'tib ketdi. Men de bu yerda deydim muhim gapning o'zi. Namoz o'qiydigan odamniki o'zining qalbi bilan niyat qilishi mustahab. Qilmish qat'iy bo'lmaydi emas. Sunnat emas u. Mustahab degani nima? Sunnatning eng to'la masala. Töven ish uni mustahab deydi. Va gap qiludi endi mustahabga yaxshi ish qilmaganni qilgan yaxshi degan gap. Bu odam endi ashdan niyat qilib qolsa, o'zidagi tili bilan gap qiladi. Til bilan. Til bilan gap qilgan gap tilni midirtidi. Niyat qildim o'tiraman deb bunday ovoz chiqarmasmi? Til bunday deydi. Bu gap muxtar. Bu gapning o'zi muxtar deb mushtaq debdi. Endi qalb bilan nima qilish, niyat qilish o'zi nima o? Shart. Unutchuq bo'lmaydi. Ammo og'zida til bilan gap qilishning o'zi nima? Mustahab. U agar niyat qilib qolsa, u odam qalb bilan, til bilan gap qilmagan bo'lsa, o'changizda o'lmalarimizni o'ttirida xilofsiz durust namoz deydi. Lekin eng yaxshi ish endi ko'ngli bir kuchidi, og'zi bir dedi. Unda o'g'andi kim? Buni qanday qiladi desa, bu ishlarni eng yaxshi ish bu odam mana takbirni Alloh akbar deganiga birlashtirib, andagi niyatni shu qilish kerak. Niyatni uni qilishga bitam o'qimay deb bo'lib, uniki bidan turib takbir o'qimay, takbir o'qish bilan bu odamniki niyati o'xshash bo'lishi kerak. Mana bu odamniki niyati takbir olish kerak. Mana mushtaq bo'lsa, bu eng yaxshi ish shu. Bu uni chataqmi chiqmaydi, qanday qilganda demak shu chiqmaydi deydi. Endi Ajnas deydigan bir kitob bor, Hanifiy mazhabniki mashhur fiqh ahkom yozilgan. Shu kitobning o'zida bir odam sohibi shunda debdi. Bir odam o'zining uyidan farzni jamoatdan o'qiyman deb chiqibdi. Endi bu odam imomga yetgan vaqt takbir etdi. Lekin u odamga shu soatda niyat hozir bo'lmabdi. Bu chiqish o'xshaydi endi. Voy men jamoatdan masjid namoz o'qib tik chiqadigan gap. Chiqqandan keyin imom Allohu akbar deydigan gap, bu niyat shu hozir bo'lmabdi. إن كان في حال لو قيل له أي صلاة تصلي أمكنه أن يجيب من غير تأمين يجوز صلاة. Yani açtak olgan bolsa, eğer bu adam bir haletten bolsa ki şu vakti eğer o adam bilip kalsa, kaç namazı okutsayız, dep kalsa mesela, dep kalsa, bu adam gel derhal temin oylanmasıyla ne mi deydi o? O pişinama, esnama deydi. Uçan dursun olur diye. Ama şu vaktimizde mesela perzen, imam ihtakım şuna mesela perzen deydi, şu vaktimizde kaç namaz okuyorsun? Ha? Kaç namaz okutkanı ben? Ya imam okan namaz desen namaz dursun istedim. Vayla falan. O eğer unda adeti bulmuşsa, üydün çıkıp, ben cemaatten, imam bilen cemaatten namaz okutaydı. Üydün çıkıp, şunda karab, imam verip, ıhtak okuttu. Uçalı bir, namaz da perzen, sorak basak, o adam, bilmeyen bir dereceyken, uçalı namaz olmaydı. Bu iş, nacık yüz verdiğin neymi o? Meselemdi. O eğer niyet keçikipti. Ve takbir et boğandaki niyet kıptı o da. Dursamayken mandak. Babet muhim. Yani bir adam kıptı, peşin okumak ister mi? Konu asıl şu, niyet şu. Hem bir peşin okumayı da işte konum küçüme, işte peşin okum, nasıl okumayı da Allah ekber depar. Oy ben niyet kılmak da dep boğandaki o niyet kan olsa, o canlık yüzüde bu adamın namazı dursamaz. Neymiş kan? Çünkü niyet kılış degan namazniki şartdi. Namazniki şartdi degan gap namaz o'qishni burun oldin alo qiladigan ish degan gap bu. U odam takbir etib bo'lib, namozning bir farzini qilib bo'lgandan keyin oniki niyatni qilsa, u chog'ingizda burun qilamiz, burun qilib qo'yishimiz kerak degan gap nima qilmaydi, vujudga chiqmaydi. Uning uchun unda o'qigan namoz o'zi durust emas. Yani bu da ishlarniki insonlar jiq yuz berdi. Çıkmadı. Şu an bunda bir meseleninki
resmi doğru bir şeklin üzerinde namazımızı ben Allah'ın Resulü okuyan müddette salluni şunu sallu kema ra'aytumunu usalli degan Peygamberimiz olsa ben kandak namaz okuyan bolsam siz şunu kılınlar şundak namaz okunmaz. Men bundaq o'qigan vaqtni o'zida andaki nima bo'ladi? Men mushtaq o'qib, mushtaq niyat hamma diqqat qilib ochdikin bo'ladi bo'lmaydi garib. Mush o'lmadan keyin ham shaxsiy gap emas. Osh hedisi ilingan ekan. Ilingan bo'lgan ekan, hedisga asosan dedi. Degandikin bu e'tibordan andikin Payg'ambar sallallohu o'qigan namozni o'qigan bo'ldik. Unidagi Qur'oni Karimdagi vaqimus salat va atu zakatning o'zini andikin to'g'ri bir shaklda ado qilgan bo'ldik. Uning uchun shuna namoz va undan boshqa mush muhim ibodatning o'ziniki farz, vojib, undan boshqa mustahab, qandoq buzilib, qandoq bo'lmaydi masalan o'zini Allohga diqqatli qilishimiz kerak. Endi bu dunyoda o'qitdik-da, namoz o'qitmiz kerak. Ammo o'lgan vaqtida bu, o'lgandan keyin Allohning olib borgan vaqtida qarasak, namoz yo'q. Namoz o'qib deyotgan. Voy o'qigandik deymiz. Voy nima ish qilding? Ha, sen shu narsa qilmading. Qilmagan namoz yo'q degan. Unda bir ishning oldini olish uchun amal bor. Shundoq namozniki noitibak puxta ubdan mushu Qur'on hadisga asosan meni fikr ulamolarimizni shu jo'g'lab akib bergan hadisni jo'g'lab akiblar men mushu yesingiz bo'ladi amal qilsangiz bo'lsa deb qo'ygan ekan. Mushu amal qilishga alohida diqqat qilishimiz kerak. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.